Nimaga aynan Qo'qonda ishlab chiqarish qurdinglar? Bosh shaharda emas. Xo'p, endi buni istoriyasi bor o'ziga yarasha. Shu boshida 2022-yilda Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Hayitbayev tomonidan Xitoy tarafga delegatsiya bilan borganligida birinchi bunani zavodiga borgan. Shu yerda mana shu Farg'ona vodiysida yoki masalan mana Qo'qonda shu zavod qilinish kerak degan shu o'y bilan qaytgan. Ularning tashabbusi bilan mana shu zavodni 23-yilda qurishni boshladik va nihoyat mana zavodni yurgizdik. Bir zakazlarimizni olyapmiz, eksportlarni qilyapmiz. Albatta u kishiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Eng qizig'i Abdulkarim aka xitoylik, urumchilik, Uyg'ur ekanlar va eng qizig'i bu brat millioner ekanlar o'zlari. Baribir yana Zaynatda ularning o'tda 120 ming kvadrat metrlik zavodlari bor ekan, kayfilar. Bu necha ming kvadrat metrli? 60 ming. Bir kunda ishlab chiqarishini aytyapti. Moshnistimiz aytdi. Moshnist qanaqa? Hozir 60 ming kvadrat kuniga 60 ming kvadrat kunda 60 ming kvadrat kayfil chiqara olamiz va ozgina modernizatsiya bilan agar talab yana ham kuchaysa 80 minggacha chiqa olamiz. Ya'ni biz Ketto aylanib chiqaylik unda.